Biz yodlamaymiz, biz tushunamiz. Assalomu alaykum. Bugun aylanma bufer nimaligi, u qanday ishlashi va nima uchun kerakligi haqida gaplashamiz. Lekin avval bufer nimaligini tushunib olaylik. Tasavvur qiling, krandan suv tez oqyapti. Lekin siz undan sekin foydalanyapsiz. Suv bekorga oqib ketmasligi uchun uni avval chelakka yig'ib, keyin kerak bo'lganda suvni chelakdan olib ishlatasiz. Bu yerda chelak bufer vazifasini bajaryapti. U kelgan suvni vaqtincha saqlab turadi. Kompyuterlarda ham xuddi shunday. Ba'zan ma'lumotlar juda tez keladi. Dastur esa ularning barchasini birdaniga qayta ishlay olmaydi. Shunday paytda bufer ma'lumotlarni vaqtincha saqlab turadi. Dastur esa ularni imkon bo'lishi bilan o'qiydi. Endi aylanma bufer qayerlarda ishlatilishini bir necha misollarda ko'rib chiqamiz. Masalan, klaviatura tugmalarini juda tez bossangiz, har bir bosilgan tugma dastur tomonidan qayta ishlanishini kutmasdan avval buferga yoziladi. Yoki yo'lni topish algoritmi. U tekshirilishi kerak bo'lgan katakchalarni navbat bilan buferga joylaydi. Yoki audio va video oqimlarini uzatishda. Mikrofondan kelayotgan tovush signali darhol ijro etilishi shart emas. U avval buferga yig'iladi, keyin ketma-ket ijro etiladi. Real hayotda hech narsa bir maromda kelmaydi. Goh tez, goh sekin. Bufer aynan shu muammolarni to'g'rilaydi. Aylanma bufer bu oddiy, statik, ya'ni o'lchami o'zgarmas massiv. Faqat biz undan boshqacharoq foydalanamiz. Massivning oxiriga yetganda yana boshiga qaytib davom etamiz. Bizda ikkita ko'rsatkich bo'ladi: head va tail. Head birinchi elementni, tail esa navbatdagi element yoziladigan bo'sh joyni ko'rsatadi. Hozircha bufer bo'sh. Shuning uchun ikkalasi ham 0-indeksda turibdi. Aytaylik, biz buferga birin-ketin yangi elementlar qo'shmoqchimiz. Buning uchun tail ko'rsatayotgan joyga yangi elementni yozamiz. So'ng tailni bitta oldinga suramiz. Endi tail navbatdagi bo'sh joyni ko'rsatadi. Xuddi shu tartibda yana bir nechta element qo'shamiz. Endi boshidan o'chirib ko'ramiz. Buning uchun headni shunchaki bitta oldinga suramiz. Element o'zi qolgan joyda turaveradi. Biz uni shunchaki yo'q deb hisoblaymiz. E'tibor bering, biz 5 ta element qo'shdik va 5 tasini ham o'chirdik. Natijada head va tail bir xil joyda turibdi. Ana shu yerda bir muammo paydo bo'ladi. Agar head va tail bir xil joyda tursa, bu ikki xil ma'noni anglatishi mumkin. Bufer bo'sh yoki u to'lgan. Faqat ko'rsatkichlarga qarab, bu ikkisini farqlab bo'lmaydi. Shuning uchun odatda aylanma buferda yana bitta o'zgaruvchi bo'ladi. Bu size. U buferdagi elementlar sonini bildiradi. Agar size 0 ga teng bo'lsa, bufer bo'sh. Agar u massiv uzunligiga teng bo'lsa, bufer to'lgan bo'ladi. Keling buferni to'ldirib, buni amalda ko'ramiz. Mana size massiv uzunligiga, ya'ni 9 ga teng bo'ldi. Bu degani bufer to'lgan. Head yoki tail massiv uzunligidan oshib ketganda, massivdagi haqiqiy indeksni topish uchun modulo operatoridan foydalanamiz. Bu dasturlashtirilarda foiz belgisi bilan yoziladi. A modulo B bu A sonini B ga bo'lgandagi qoldiqni bildiradi. Aytaylik, B bizning massiv uzunligimiz, ya'ni 9. A esa 0 dan boshlab sanaladi. Diqqat qiling, A soni oshib boraveradi. Lekin S, ya'ni qoldiq, doim 0 bilan 8 orasida bo'ladi. Shu aylana bizning massivimiz. A 9 ga yetganda S yana 0 ga qaytadi. Xuddi massiv oxiriga yetib, yana qaytadan boshlagandek.
Head va tail tinmay o'sib boraveradigan oddiy sonlar. Ularning massivdagi haqiqiy o'rnini topish uchun har safar modulo operatoridan foydalanamiz. Tail har safar yangi element qo'shganda uning haqiqiy soni bittaga oshadi. Biroq massivdagi o'rnini biz doim modulo orqali topamiz. Headdan bir nechta element o'chiramiz. Har safar head oshadi va uning haqiqiy o'rni modulo yordamida topiladi. Va nihoyat, tail massiv oxiriga yetganda, u yana boshiga qaytib, head o'chirib yuborgan joylarga yangi ma'lumotlarni yozadi. Ko'rib turganingizdek, xotira bekorga sarflanmaydi. Endi esa aylanma buferni JavaScriptda yozib ko'ramiz. Buni bir nechta usulda yozish mumkin. Mening usulim yagona to'g'ri yechim emas, balki umumiy tushunchani berish uchun mo'ljallangan. Ring buffer nomli sinf yaratamiz. Konstruktorda buferning sig'imini parametr sifatida qabul qilamiz. So'ngra 3 ta o'zgaruvchi e'lon qilamiz: tail, head va size. Hammasi 0 dan boshlanadi. Va capacity uzunlikdagi massivni yaratamiz. Uni jimlik ravishda 0 qiymati bilan to'ldiramiz. Endi bufer to'la yoki bo'shligini tekshiradigan ikkita metod yozamiz. Bu metod bufer to'lgan bo'lsa true, aks holda false qaytaradi. Bu metod bufer bo'sh bo'lsa true, aks holda false qaytaradi. Endi eng muhim qismi push metodini yozamiz. Bu metod buferga yangi element qo'shadi. Agar bufer to'lgan bo'lsa, yangi element uchun joy yo'q. Shuning uchun xabar chiqarib, funksiyani bekor qilamiz. Aks holda qiymatni tail ko'rsatayotgan joyga yozamiz. Keyin tailni bittaga oshiramiz va modulo yordamida uni sig'im chegarasi ichida saqlaymiz. Va size ham bittaga oshadi. Endi shift metodini yozamiz. U headdagi elementni olib, headni bir qadam oldinga suradi. Agar bufer bo'sh bo'lsa, o'chiradigan hech narsa yo'q. Aks holda head ko'rsatayotgan qiymatni olamiz. Headni bittaga oshiramiz va uni modulo yordamida sig'im ichida ushlab turamiz. Size esa bittaga kamayadi va oxirida o'chirilgan qiymatni qaytaramiz. Buferning holatini ko'rish uchun print metodini yozamiz. Bu yerda ham mantiq oddiy. Headdan boshlab size marta modulo yordamida aylanib, hamma elementlarni yig'amiz. Va oxirida ularni bo'shliq bilan ajratib, bir qatorda chiqaramiz. Endi sinfni sinab ko'ramiz. Sig'imi 5 ta bo'lgan bufer yaratamiz va unga 3 ta qiymat qo'shamiz. 10, 20 va 30. Hammasi kutilgandek. Endi ikkita elementni o'chiramiz. Birinchi chaqiriqda 10, ikkinchisida 20 qaytarilishi kerak. Endi yana ikkita yangi element qo'shamiz. 40 va 50. E'tibor bering, boshidagi 10 va 20 o'chirilgan. Buferda qolgan sonlar 30, 40 va 50. Shunday qilib, video nihoyasiga yetdi. Qo'shimcha mashq sifatida aylanma buferning boshiga element qo'shish
va oxiridan o'chirish metodlarini yozishni maslahat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.